Men вообще tushunmayman borki, akalar hali ham shunaqa uslub bilan ishlayapsizlar. Nimaga shunaqa uslub bilan ishlayapsizlar? O'zinglarni qiynab tashamayapsizlarmi? Shuncha narsani qoq unga, keyin sement bilan bunaqa qil, qolib tayyorla. Akajon, buni kompyuterda qilsa bo'ladi-ku, Pokeydan tezgina tarasa bo'ladi-ku. Siz Pokeyni mustahkamlasi bo'lyapsiz. Aka, mana yong'oq bilasiz, uncha-munchaga sinmaydi. Mana Pokey. Siz qarab turing. Buni uraman, mana qarang. Madalan ketganini ko'ringizda, mayli, Abbos yong'oq po'sti yo'qadi. Ustiga chiqaman, aka. Sakrayman, aka. Mashina urg'izaman, aka. Hech nima qilmaydi. Akalar, bu mustahkam narsani borku, o'tmaganligi uchun emas. Sizlarni issiq sovuqlar o'ylab, sizlarga oson bo'lsin deb taklif qo'yamiz. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi вообще arzon beramiz. Akalar qarang, abdan ichkalarni 15 ming so'mdan. Xullas bitta romiz borku, 150 ming so'mga o'rtacha bitadi. Nima deyapti? Aka, srochda uy qurayotgan tanishlik videoni tashlaysiz, videoga like bosasiz, qurilishda foydali videolar o'tkazib olmaslik uchun Universal Decor profiliga obuna bo'lib qolasiz. Assalomu alaykum.